Biz tarixchilar Usmonxo'ja Po'latxo'jani ingliz josusi, vatan xoini sifatida qoraladik. Uning faoliyatini har tomonlama o'rganmasdan, Usmonxo'ja va inqilobning boshqa rahbarlarini dushman, panturkist, burjuachi, millatchi deb tamg'alashni davom ettirdik. Keyin esa ular bilan bog'liq asarlar yozdik, ilmiy ishlar yoqladik. Ushbu iqtibos taniqli o'zbek olimi, tarix fanlari doktori professor Rustambek Shamsiddinovning 1991-yilda e'lon qilingan maqolasidan olindi. Aslida Usmonxo'ja Po'latxo'ja o'zi kim bo'lgan? Kimlardir uni josus desa, boshqa bir tadqiqotchilar Buxoro amiri taxtdan ag'darilgandan keyin sho'rolar tomonidan qayta nomlangan Buxoroning birinchi prezidenti deydi. Uchinchi qarashdagi tarixchi olimlar esa ushbu fikrlarga qarshi o'laroq, agar u sho'ro tarafdori bo'lsa, nega xorijga qochib ketdi degan savolni o'rtaga qo'yadi. Demak, Usmonxo'janing faoliyatiga aniqlik kiritish talab etiladi. Aniqroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun dastlab uning tarjimai holiga nazar tashlaymiz. Usmonxo'ja 1878-yil O'shda tug'ilgan. O'zi faqat Buxorolik oila. Bu qiziq, nima uchun O'shda tug'ilgani? Chunki Buxoroning bilasiz havosi uncha yaxshi emas. Keyin o'sha Labi House, keyin boshqa sularida ham buqoq degan narsa mashhur. Buxoroda kasallik. Uning uchun bu Usmonxo'janing dadasi, o'z dadasi Po'latxo'ja. Po'latxo'ja bo'lsa, bu Karomatulloh xo'janing Buxorodagi katta boy Karomatulloh xo'janing o'g'li, o'zi ham bu savdogar. Uning dükkanları bor Farg'onada, Andijonda, O'shda dükkanları bor. U bir Andijonli ayol bilan uylangan. Keyin o'sha dadamga homilador bo'lganida ayolini O'shga olib borgan. O'shning ham havosi yaxshi, tog' havosi bor. Uning uchun Usmonxo'ja O'shda tug'ilib, chillasi chiqqanida Buxoroga olib kelganlar. Ham dadasi Po'latxo'ja, ham onasi Ziyoli bo'lgan. Keyin ularning uyiga gazetalar kelib turgan. Ham İsmail Gasprinskining Baxchisaroydagi tarjimon, ham Bakudagi, ham İstanbul'dagi o'sha paytdagi kelib, bu kichik yoshlardan savodni o'z onasini o'rgangan, keyin maktab borgan, ammo uyda har doim kitob bor, jurnallar bor. Ular muhitda o'sgan. Qoloqlikning tugatishni asosiy sababi va qoloqlikning sababi esa bu ilmsizlik, jaholat, ma'rifatsizlik kabi omillar bilan baholanib, dunyoda faqat bir yaxshilik bor, bu ilm.
biri bu Usmonxo'ja Po'latxo'jayev hisoblanadi. Usmonxo'ja haqidagi ijobiy fikrlar Sovet zamonida umuman tarqatilmagan. Holbuki u Amir Olimxon taxtdan ag'darilgach, Buxoro Xalq Sotsialistik Respublikasining birinchi prezidenti sifatida Sovetlarning o'zlari tomonidan tanlangan yirik davlat arbobi edi. U haqdagi asosiy ma'lumotlar xorijiy nashrlarda keng muhokama qilingan bo'lsa ham, Sovet matbuotida vatan xoini va josus degan mazmunda maqolalar e'lon qilingan. Faqat 1991-yildagina tarixchi Rustambek Shamsiddinov u haqdagi tuhmatlarga o'zining maqolasi bilan birinchi bo'lib oydinlik kiritgan olimdir. 1908'de bunlar Yaş Buxaralılar hareketini düzediler Buxara'da. Uşa Türkiye'den gelgen gazetelerini okuyaptı. O yerde çünkü ondan ilgili Türkiye'de Yaş Türkler teşkilatı düzülgen. Tabi Türkçe'de yaş sözü işletilmeden genç. Türkler genç, genç Türkler. Bunlar onu tercüme kılıp Yaş Buxaralılar. Yani Xive'dekiler hem yaş Xive'likler de paydan. Demek Uşan'ı tüzüp bir jamgar tüzgenler orada şirketi Hayriye. Bu özü bir savda şirketi şeyde aslında bunun maksadı cedid mekteplerine jamgarma buluşu. İşte baylar uyarge armağan edildiler mablağı bilen. Keyin Uşa təminləydi tələbələrini yuvarılışı. Keyin Uşa bilen 1909'da Osmanxoja Bahçesaray'a barıp İsmail Gasprinski'nin yanında bir yıl kalıp onun cedid mektebi usulü cedidini öğrenedi. Talim. Keyin 1910'da Yalta'dan kemi bilen İstanbul'a gelip İstanbul'da 3 yıl yaşaydı. Abdurrauf Fıtrat hem İran yolu arkalı o an 1910'da İstanbul'a yetip gelip elbette dedem 1878 yaşında tuğulgan Fıtrat keyinrak bolganı Fıtrat yaş dedemge nispeten o Fıtrat oradaki medreselerde talim aladı. Medrese emez Darul Fünun degen yani üniversiteleri de. İstanbul'da. Fakat dedem özü zaten yaşı o özünü yetişti o ders almaydı o başta Enver Paşa Uşan'da Harbiye Nazırı Osmanlı İmperiyası'nı. O bilen körüşedi. O'sha paytda jadidlar harakatining asosiy tamal toshi markazida maktabchilik harakati turardi, ma'orifchilik harakati turardi. Shu sababli Usmonxo'ja eski ta'limni, madrasa ta'limini mana shu zaminda olgandan keyin o'zidagi ilmlarni mustahkamlash uchun Istanbulda tahsil oldi. Istanbulda Buxoroliklarning foydali ilmlarni targ'ib qilish jamiyati hamda Buxoro Ma'orif jamiyati kabi ikkita tashkilot 1905-yilda tashkil topgan bo'lib, ana shu jamiyatlarning homiyligida yirik savdogarlar vaqf qilingan mulklar hisobidan Istanbul G'alata ko'prigi qoshida Buxoroliklarni o'quv yurtlariga ta'lim berish tayyorlov maktabi ochilgan edi. Buxara ve Türkistan'dan yaşlarını bu ilk orta mektebini Türkistan ve Buxara ötközgenlerini alıp âli tahsil için İstanbul'da ap geliş. Ularının yol haracatları, İstanbul'da onların turacağı ve ularının demek mektepke barıp gelişlerini hemmesini bu jamgarma özümüzü aldı. Fakat bir şartı var. Bu bala bu yerde 4 yıl demek âli tahsil aldandan keyin qaytganda bu jamgarma o talebege Türkistan'ın ya Buxara'nın qaysi şehir ya qishloqda muallimlik qilishini belgileydi. 1909-1914 yillar mobaynida Turkiyada tahsil olgan Usmonxo'ja Istanbuldan olgan bilim va tajribalarni Buxoroda joriy etadi. Ma'rifat va bilim bilan amirlikdagi eskicha tizimni o'zgartirishga asoslangan maktab ochishga kirishadi. Ammo bu amirning atrofidagi qadamchilar va sovet josuslariga yoqmaydi.
ko'pincha Usmonxo'ja tashkil qilgan maktab faoliyatini goho zimdan, gohida oshkora ta'qib qilar. U yerga borib Amir Olimxon va qadimchilar sizlarni yoqtirmayapti desa, ikkinchi tomonga borib jadidlar amirlikni ag'darishga qarshi xufiyona harakatlar olib bormoqdalar degan fitnalarni ikki tomonga tarqatar edi. 13. yılın ahırda Buxaraga kelib, aldın öz havlusu da onu Buxara hazır Lebi Havuz'a yakın joyda turuptu. O yerde mektep açadı. Ve bu mektep hakkında kolumuzdaki en anık malumat Uşa Çarrasiyası'nın Buxara'daki elçi hanesi de Şulga degen Şulga deydi. Onun ben tapamadım, Alexander mı, Alexey mi, bu anime bolgan tapamadık. Şulga marif müfettişi bulup Moskva Petersburg'da yubarılganmış. O 1914 yılda Osman Hoca'nın mektebini ziyaret kıladı. O Şulga şunda ayet dedi. Dedi Osman Hoca'nın mektebi bu Buxara'daki mekteplerge okşamaydı. Dedi Buxara'daki mektepte, medreselerde balalar yerde oturup rahle bar altları da risale bar. Fakat bu yerde stul bar, stol bar. Stol bar aynı dedi Avrupaca dedi. Ken globus var dedi. Çünkü onda İstanbul'dan Osman Hoca bir neşte globus satıp alıp gelgen. Sadrettin Ayni'nin Buxara İnkılabı tarihi için materyaller degen birinci şeysi Buxara'da neşredilgen 22. yılda o yerde şunu dedi. Şulgan'ı bütün cedidçiler tanıydı. Cüdde hem fitnebaz bir kişiyken. O kişi cedidçilerinin yanına gelip sizler juda yaxşı işler kılıyapsız fakat bu kadimiler barı çok sizge karşı bular juda yaman gapiriyapti. Keyin o yerden çıkıp kadimilerin yanına barıp deydi karang sizler İslam diniga hürmet kılıyapsın ama bu cedidçiler kafir deydi. Bular bundan firibgar deydi şunda. Karang iki tamanlı bu birbirine karşı keltirişken. Hakkı jos bu. Casus Milletimiz düşmanı bu. Uşandan demek Osman Hoca onu bilgeni için biraz tartınç. Osman Hoca mektep açadı. 3 aydan keyin gelip emirini ameldarları yapadılar mektebini. Bu şeyge ruhsat yok dediler. Keyin Osman Hoca barıp başka joyda başka mektep açadı. Onu hem tapıp yapadılar. En ahırda onu Sadrettin Ayni yazı yaptı. Kazı kalan Osman Hoca'ya bir kazını yubaradı. Bu kişi Osman Hoca'ya dedi ki siz şu mektep açaman degen işleringizni toxtatsanız sizge Buxara emiri hem kazı kalanının vadesi var. Sizi istegen joyingizde katta bir mansapga ya kazılıkka tayin kılamı. Ve Osman Hoca dedi şunday cevap vergen. Bizning halkımızını marifet verişten maksadımız bu yerden pul kazanış ya bir mevkiye gelişemez. Biz halkımız için bunu kılayapmız. Biz şu mekteplerdeki muallimlikni hiç başka bir narsege satmaymiz deb rad kıladı. Ana. Hukumat tarkibi bir necha bor o'zgargan. Ana shunday paytlarda Usmon Xo'ja boshqa mas'ul vazifalarda ham ishlagan. 1921-yilning avgust-sentyabr oyida Buxoro Xalq Sho'rolar Jumhuriyatining ikkinchi qurultoyi bo'ladi. Mana shu ikkinchi qurultoyda ikkita haligi katta masala ko'riladi. Birinchi masala Buxoro İnqilobi qo'mitasi bor edi. Bu Abduqodir Muhiddinning boshchiligida Buxoro İnqilobi qo'mitasi tugatilib, uning o'rniga qonun chiqaruvchi hokimiyat Buxoro Xalq Sho'rolar Jumhuriyati Markaziy ijro qo'mitasi tuziladi. Ana shu Markaziy ijro qo'mitasi raisligida qurultoyda birinchi Buxoro MIQ raisi yoyinki zamonaviy til bilan keyinchalik aytilishicha Buxoroning birinchi prezidenti lavozimiga Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev saylanadi. Shu ijro qo'mitani 7 kishidan iborat byurosi tashkil qilinadi. Bu byuroga Fayzulla Xo'ja ham a'zo bo'lib kirganlar, lekin rais Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev edi.
Amir Olimxonning tazyiqiga uchragan Usmonxo'ja davlat boshqaruviga kelgach, yaqin qarindoshi Fayzulla Xo'jayev bilan Buxoroning sovetlar tomonidan talangan xazinasini yana shaxsiy mablag'lari hisobiga boyitadilar. Chunki har ikkalasining otalari ham dunyo miqyosidagi katta boylar qatorida turar edi. Ammo katta mol-mulkka ega bo'lgan bolshevoylar endi ularning o'zlarini yo'qotish uchun turli xil fitna va tuhmatlarni o'ylab chiqaradilar. Sharqiy Buxoroda faoliyat olib borayotgan bosmachi aslida xalq ozodligi harakati qatnashchilari bo'lmish qo'rboshlarga qarshi kurashga Usmonxo'jani yuboradilar. Ko'pgina tarixiy adabiyotlarda, masalan, xorijda chop etilgan adabiyotlarda Markaziy ijro qo'mita a'zolari 46 da 47 nafar hisobida deb qayd etilsa, keyingi ma'lumotlar arxiv hujjatlarining tasdig'icha Markaziy ijro qo'mitasi raisi a'zolari 72 kishidan iborat qilib saylangan. Shuni raisi bo'lgan Usmonxo'ja faoliyatini yurita boshlagan bir paytda Sharqiy Buxoroda siyosiy vaziyat keskinlashadi. Bu yerda Qizil armiya bilan bo'sh ozodlik uchun kurashayotgan biz bosmachilar deb qo'shinlar ochida aytamiz. Kuchlar o'rtasidagi murosasizlik kuchayib, oddiy aholining ahvoli og'irlashib va ularni Qizil armiya oziq-ovqatlari, boyliklarini, aholini, mol-mulkini tortib olib zo'rlik bilan jarayonlar keskinlashib ketganligi tufayli Fayzulla Xo'jayev hukumati yoki Sovet hukumati ham Usmonxo'jani juda katta tajribaga ega ekanligidan, xalq arasidagi obro' e'tibori yuqoriligidan, murosa va diplomatik mahoratga ega shaxsligini hisobga olib, Sharqiy Buxoro favqulodda komissiyasi a'zosi sifatida uni 11 nafar sheriklari bilan hozirgi Sharqiy Buxoro deb ataymiz, Tojikiston Respublikasi va Surxondaryo viloyatini o'z ichiga oladigan hududga safarbar qiladi. Sovetlar Turkiston xalqlarini ozodlikka chiqarmaslik uchun bir zum ham o'z harakatlarini to'xtatmadilar. Bir holatni alohida aytish kerak. Sharqiy Buxoroda Amir Olimxon va bosmachilarga qarshi yuborilgan Usmonxo'ja va ularning munosabatlarini biroz sharhlash to'g'ri keladi. Ana shu murakkab vaziyat edi. To'g'ri, Amir Olimxon jadidlar va Usmonxo'jaga o'xshaganlarni qattiq qiynovlarga olgan edi, ularga zulm ko'rsatgan edi, ayrimlari o'ldirilgan edi. Lekin Afg'onistonga o'tishdan oldin mamlakat taqdiri va vatan taqdiri, xalq taqdiri hal bo'layotgan muhim bir jihatga e'tibor qaratmoqchimiz. Bir tomondan Amir Olimxonning tarafdorlari va bosmachilar harakatini boshlig'i bo'lgan Ibrohim Laqay va ikkinchi tomondan Sovetlar tomonidan Buxoroga yangi birinchi prezident sifatida qo'yilgan Usmonxo'ja va jadidlar o'rtasida allaqanday holatlar vujudga kelgan edi. Taqdir hal bo'layotgan bir paytda Usmonxo'ja va Amir Olimxon va atrofidagilari birlashib, o'shanda ham mustamlakachilarni vatanidan badarg'a qilish imkoni bor edi. Chunki ularning yonida, Amirning yonida Ibrohim Laqay bosmachilar guruhi, Shermuhammadbeklar bor edi. Usmonxo'janing yonida esa mamlakatni ilm, ma'rifat bilan rivojlantirish g'oyalari bilan qurollangan jadidlar bor edi. Afsuski, ana shu yerda ular barcha mayda-chuyda muammolarni unutib, birgalikda dushmanga qarshi kurashish yo'llari haqida o'ylamadilar nazarimizda. Va natijada Amir Olimxon ham qochdi va undan keyin esa Sovetlarning bevosita o'z xohishi bilan birinchi Buxoro Jumhuriyatining prezidenti deb e'lon qilingan Usmonxo'ja ham vatandan chiqib Afg'onistonga borishga majbur bo'ldi. Usmonxo'ja Po'latxo'jayev Afg'onistonda o'tganida Amir Afg'onistonda edi. Amirning oldiga muhojirlarning hammasi qatnagan, u bilan muloqotlarda bo'lgan, lekin Buxoro jadidchilik harakati yo'l boshchilaridan biri bo'lgan, Amirga opozitsiyada turgan Usmonxo'ja Amirning qarorgohiga bormagan. U ko'radiki, Qizil armiya tomonidan xalqqa nisbatan juda katta
zo'ravonlik va shafqatsizlik o'tkazilyapti. Sovet hokimiyatini siyosati mustamlakachilikdan iborat. Shuning uchun Qizil armiya qismlarini umuman Sharqiy Buxoro va Buxoro Respublikasidan chiqib ketishini, Buxoroda milliy armiya tashkil qilinishini, o'z ixtiyori bilan qurolini qo'ygan bosmachilarga qo'shilishida albatta af berilishini, favqulodda cheklovlarni va favqulodda vaziyat 18-22-yillarda Buxoroda tashkil qilingan o'sha VCHKni bekor qilinishini va haligi tribunallarni bekor qilinishini qat'iy talab qilib chiqadi. Ana shundan keyin bu Sovet hokimiyatiga yoqmay qoladi. Sovet hokimiyati va Usmon Xo'ja xorijdan yordam olish evaziga milliy armiya tuzib, Sovet rejimiga qarshi kurash maydoniga kirishga intiladi. Biroq inglizlardan yordam so'raydi, qaraydiki inglizlar ham o'zini aldab yurganligini sezadi va undan keyin vaziyat shuni taqozo qiladiki, Sovet hokimiyatining xavfli kishilar qora ro'yxatiga kiritilgan edi. Shundan keyin Fayzullo Xo'jayev Usmon Xo'ja boshi ustida qora bulutlar kezayotganligini sezib, anglab, unga bir yashirin xat yo'llab, vaziyat yomon, Buxoroga qaytib turmang deydi. Ana shundan keyin Usmon Xo'ja 1922-yilning aprel oyida Amudaryodan, demak, Turkiston chegarasidan Afg'onistonga o'tadi. Ana shu 22-yildan boshlab Usmon Xo'janing 46 yillik muhojirlik tarixiy davri boshlanadi. Usmon Xo'janing vatandan tashqaridagi faoliyati juda og'ir kechdi. Vatan ozodligi yo'lida kurashayotgan qo'rboshilar va hatto Buxoroning so'nggi hukmdori Amir Olimxon qatori Usmon Xo'ja ham Afg'onistonga o'tadilar. Vatanga sig'magan va o'zaro kelisha olmagan ikki vatandoshning Afg'onistondagi taqdiri juda murakkab kechdi. U yerda atrof to'la Sovet va ingliz josuslari edi. Alal oqibat yig'lay vatan ishqida kuygan Amir Olimxonning ko'zlari ko'r bo'lib qoldi. Tojikistonni bir Turkiston muhojirligi bo'yicha juda katta mutaxassis bor, Kamoliddin Abdullayev degan tarixchi olimimiz bor. U kishi juda ko'p ana shu Amir va Afg'onistonga o'tgan o'zbek muhojirlari haqida ma'lumotlar berib, maqolalar yozganlar. Shuni kitoblaridan biri Irfon nashriyoti Ahmad Zaki Validi To'g'on Istanbulda turib bo'lsa ham to o'limigacha 1970-yilgacha Sovet hukumati rahbarlari Stalin, Litvinov singari, Qaraxan singarilar bilan xat yozishgan. O'sha uchun sotqin degan holatlari ham bor.
Usmon Xo'ja dunyoning qaysi burchagida yashamasin, u vatan mehrini bir lahza unutmadi. So'nggi nafasi chiqayotgan paytda o'g'li Temur Xo'jani huzuriga chorlab, oxirgi vasiyati ham vatan haqida bo'ldi. Ben vatanda emasman, vatan benim içimde. Onun için biz chat'te yürüsek hem vatanını şu içimizde alıp yüremiz. Ama keyin vatanga kelip görüşgen müyesser oldum. Karan dedem 1968'de vefat kılmasa bir gün aldı manga şunu aytdi. Men dedi hazır 90 yaştaman, vatan mustakil boladı, lekin men körelmeyinmen ama sen köresen dep aytgan dedem. Ana şu hakikaten men körüşge demek nail oldum. Bu katta bir yutuk. Buxoro Sho'rolar Jumhuriyatining birinchi prezidenti Usmon Xo'ja Po'lat Xo'ja o'g'li Turkiyaning Istanbul shahridagi o'zbeklar takiyasi yonidagi Uskudar qabristoniga dafn etilgan. Bu kişi tarihteki mühim vazifesi Türkiye İstiklal Harbi'ne Türkistan'dan pul gönderişi, pul yubargen. Yani bu Türkistanlıklar, bizim hemşerilerimiz, atababalarımız Türklerin istiklali için hep pullar, milyonlarca altın Rusya arkalı Anadolu'ya, Türkiye'ye yubardılar. Hatta Ruslar bizim yubargen pulların belki 10 faizini yubardı, 90 faizini özlere aldılar. Ama bu işi kılgen adam Osman Hoca. Bu pulları Anadolu'ya Türk İstiklal Uruşu'na yubargen kişi şu kişi, Osman Hoca. 30'lu yıllarda bu oluşum mümkün. Türkiye'ye gelgende Türk milleti, Türkiye'nin başkaruları bu kişinin hizmetlerini bildiler. Ha dediler, biz Türkiye'nin istiklalinde bu kişinin çok hizmeti oldu bizge. Biz bu kişiye minnet borçlumuz. Biz toleşimiz gerek bu kişiye minnetimizi. Türkistan milletine, Özbek milletine borcumuzu toleşimiz gerek diye bu kişiye pensiya bağladı Türk hükümeti. Uning o'g'li Amerikaning Michigan Universiteti professori Temur Xo'ja Usmon Xo'ja o'g'liga esa oradan 100 yil o'tib Buxorodagi otasi qurgan uyni ko'rmoq nasib etdi. U otasi vasiyat qilgan ozod vatanni tavob qildi. Bir oqshom ota uyida yotdi.